Bugungi ko'rsatuvda ikkita masala bor. Normativ yodgornoma nazarida tuproq hosil qiluvchi omillarning tuproqlar buzilorligiga ta'sirini geoaxborot tizimi texnologiyalari asosida baholash. Jizzax viloyati tuproqlari misolida mavzudagi 0.13 shunoslik ixtisosligi biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishni taqdim etgan dissertatsiya ishini himoyasini ko'rsatamiz va ikkinchisi Jumayev Shavkat Hasanovichning G'o'zaning istiqbolli va yangi rayonlashgan navlariga mineral o'g'itlarning maqbul me'yor va sifatlarini ishlab chiqish mavzusidagi 06.04 agrokimiya ixtisosligi qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishining himoyasi. Bu har ikkala ish ham tuproqshunoslik va agrokimiya sifatlarida bajarilgan kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Marhamat, savol bermaymiz. Darslar betaraflar yo'q. Kun tartibidagi birinchi masalaga o'tamiz. Normativ yodgornoma nazarida tuproq hosil qiluvchi omillarning tuproqlar buzilorligiga ta'sirini geoaxborot tizimi texnologiyalari asosida baholash. Jizzax viloyati tuproqlari mavzusidagi tuproqshunoslik ixtisosligi biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan ishi. Bu ish tuproqshunoslik va agrokimiya tadqiqotlarida bajarilgan rasmiy opponentlar biologiya fanlari doktori professor Raufova Nodira Bahramovna, biologiya fanlari falsafa doktori Sherimbekov va Halilullayevich, ikkinchi rasmiy opponent, yetakchi tashkilot Buxoro davlat universiteti ilmiy rahbari O'g'onboy Shuhratbekova. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, Oliy attestatsiya komissiyasi reglamentiga ko'ra bugungi bevosita ishni ko'rishlayotgan ishni ilmiy rahbar bo'lganim uchun kengash raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi kengash o'rinbosari biologiya fanlari doktori professor Abdurahmon Hamzajon Yo'lchiyevichga berish to'g'risida qaror qabul qilsak, muntazamlikdan so'raymiz. Tashkilot betaraflarga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli beshinchi a'zolari. Demak, mavzu o'qildi. Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha normativ yodgorlik ishi, demak, toshkent bajarilganligi va Buxoro davlat universiteti yetakchi tashkilot biologiya fanlari doktori professor Nodira Bahramovna va biologiya fanlari doktori Sherimbekov apparatliklari to'g'risida materiallar bor. Bitta bu yerda keltirilgan qo'shimcha izoh keltirilgan masala Nodira Bahramovna hozir ilmiy kengash a'zosi emas. Bilasizmi, vaqt talablari asosida bitta albatta ilmiy kengash bo'lishi kerak. Lekin bu ishlar o'sha paytda hujjatlashtirilgan, kiritilgan va keltirilgan paytlarda va e'lon chiqqan paytlarda demak, Nodira Bahramovna shu kengash a'zosi bo'ladi. Bir-birimizni tushuna oldik deb o'ylayman. Marhamat, kun tartibidagi masala bo'yicha ilmiy kengashga kelgan hujjatlarni asosiy mazmuni ularning belgilangan talablarga qay darajada muvofiqligi yuzasidan haqida ma'lumotlar va kamchiliklar to'g'risida ilmiy izohlar qarorlari ma'lumotlar berish kerak. Biz ilmiy kengashimizni raqamini qilish yo'l beradi. Bu raqamli ilmiy kengash tugatildi va uning yeroqi sifatida 06 raqamni yangidan tashkil bo'lgan va yeroqi sifatida oldingi jarayonlarda ketgan hammasini qabul qilib va o'zi qo'yib beryapti. Bunaqa askatlarda va qaytarganda boshqa qo'ygan bo'ladi. Va qo'yilgan ilovada chiqqani yo'q ketyapti bu joyda. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, a'zolar, ustozlar. Normativ yodgornoma nazarida hujjatlarga to'xtaladigan bo'lsam, normativ yodgornoma nazarida 17-oktyabr 1991-yil Sirdaryo viloyati Guliston shahrida tug'ilgan. Mening faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak,
2013-2014 yillarda Guliston davlat universiteti talabasi, 2014-2016 yillarda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti magistranti, 2016-2017 yillarda Guliston davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi ta'lim ustasi, 2017-2018 yillarda ma'naviyat, ma'rifat va iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo'limi uslubchisi, 2018-2021 yillarda tabiiy fanlar fakulteti shuhrotshunoslik kafedrasi o'qituvchisi, 2021-2024 yillarda shuhrotshunoslik va kinoya tadqiqotlari instituti tayanch doktoranti, 2024-2025 yillarda institut stajyor tadqiqotchisi, 2025 yildan hozirgacha bu institut xalqaro aloqalar bo'yicha bosh mutaxassis sifatida ishlab kelmoqda. Oilali bir nafar farzandi bor. Izlanuvchining pasport nusxasi, diplom va ilovalaridan, ya'ni bakalavr va magistr diplomi va shuni ilovalaridan bor bizda. Hop, mavzuot bulletinda e'lon qilinganligi to'g'risida nusxalari, ilmiy rahbarning taqriri, malakaviy imtihonlarning asl nusxalari, ya'ni chet tili, shuhrotshunoslik va qo'shimcha fanlar topshirilgan fanlar haqida molekulyar biologiya, umumiy biologiya, voqea tuproqlarining genetika va evolyutsiyasi fanlaridan qo'shimcha imtihonlar topshirilganligi to'g'risida hujjatlar mavjud. Joriy qilinganligi to'g'risida ma'lumotnomaning asl nusxasi, 3-4 shakl bo'yicha talablarning ilmiy ishlari ro'yxatida tasdiqlangan nusxalari, ya'ni 2 shakl bilan birga 3-4 shakldagi hammalarning rozilik xatlari, ish bajargan muassasasining bayonnomasi, taqriri va xulosalari mavjud bizda. Shuningdek, O'zbekiston Milliy axborot agentligida himoya to'g'risida e'lon berilganligi to'g'risida hujjat, dissertatsiya avtoritet O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnalida tahririyatga o'tkazilganligi to'g'risida ma'lumotnomaning asl nusxasi, dissertatsiya va avtoritet reyestr asosida pochtadan tarqatilganligi to'g'risida ma'lumotnoma. Reyestr bizda bor. Ilmiy kengash a'zolariga reyestr asosida avtoritet tarqatilganligi to'g'risida hujjat mavjud. Dissertatsiya bir nusxa, avtoritet 2 nusxa kutubxonaga topshirilganligi to'g'risida ma'lumotnoma mavjud. Ya'ni institut kutubxonasiga rasmiy amaliyotlar roziligi va ularning so'nggi yillardagi ilmiy faoliyatiga doir 4-8 shakl mavjud. Dissertatsiya zalda dissertatsiya bir nusxa, avtoritet 2 nusxa mavjud. Dissertatsiya ishi birinchi marta himoyaga bo'linmoqda. Bakalar bo'yicha berilgan dars hujjatlari mavjud. Bo'ldimi? Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, demak qisqacha kelib tushgan hujjatlar bilan tanishtirdi. Birortasini to'liq o'qib eshittirishga ehtiyoj bormi? Yo'q. Yo'q. Marhamat. Rahmat. Zoom'dagilarga yaxshi eshityaptimi? Assalomu alaykum, G'ulomjon Yo'ldashevich. Sizni o'shuncha eshityaptimizmi yo qattiqroq gapiraylik? Eshitilyapti, yaxshi, hammasi joyida. Rahmat. Ilmiy davom bo'lmaydigan bo'lsa, demak dissertatsiya ishining mohiyati, asosiy mazmuni, olingan ma'lumotlar, ularni keltirilgan holatlarni bayon etish va ilmiy kengash a'zolari va mehmonlarning beriladigan savollarga javob berishni so'zni talabgorga beramiz. Marhamat. Talabgor beramiz so'zni. Demak, Yodgorjon Normatov sizga 20 daqiqaliklarni marhamat. Assalomu alaykum. A'zolari, ustozlar, hamkasblar. Demak, bugun o'zimning mavzu haqida gapiradigan bo'lsam, qisqa tanishtirib o'taman. Demak, tuproqlar qurilish omillari, tuproqlar unumdorligi ta'sirini geoqurilish texnologiya asosida baholash, jizzax viloyat tuproqlari misolida mavzu. Demak, mavzu dolzarbiga keladigan bo'lsak, demak, bugungi kunda dunyo miqyosida o'sha dunyo miqyosida tuproq resurslar darajada, ya'ni WHO tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra 30-35% tuproqlar sezilarli darajada eroziyaga uchraganligi, tuproq unumdorligi pasayganligi hamda sho'rlanish, organik moddalar parchalanishi va oziq elementlar kamayishi, ishlanishi, kimyoviy tufayli degradasiyaga uchragan. Ayniqsa qishloq xo'jaligi yurtlarga hududda tuproq hosil qiluvchi omillar, relyef, geologik iqlim hamda biologik faoliyat noqulaylik evaziga tuproqlarning unumdorligi salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Kapot maqsadiga keladigan bo'lsak, kapot maqsadi kapot tuproq hosil qiluvchi omillar tuproq unumdorligi ta'sirini gaz tizim texnologiyasini baholash hamda tuproq unumdorligini tiklash va oshirishga qaratilgan ikki amaliy ishni ishlab chiqishdan iborat. Kapot vazifalarga keladigan bo'lsak, birinchisida gaz texnologiya yordamida tuproq hosil qiluvchi omillarni tahlil qilish, undan so'ng tuproq hosil xususiyatlarini agrokimyoviy belgilashga o'rganish, tuproq hosil qiluvchi omillar va tuproq unumdorligi xususiyatlari o'zaro bog'liq ifodalovchi gaz ma'lumotlar bazasi hamda gaz texnologiya asosida tahlil qilishning algoritmlarini ishlab chiqishdan iborat. Tuproq unumdorligi xususiyatlari va tuproq hosil bo'lish omillari to'g'risida materiallarni umumlashtirish va tahlil qilish hamda gaz texnologiyasi asosida tayanch partiyalarning mavzuli xaritalarini ishlab chiqishdan iborat. Tuproq hosil qiluvchi omillarni tuproq unumdorligi ta'sirini gaz texnologiyasi asosida qilish va oxirida gaz texnologiyasi asosida tuproq hosil qiluvchi omillarni tahlil qilish orqali tuproq unumdorligini tiklash va oshirish xarajatlariga ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligiga keladigan bo'lsak, gaz texnologiyalari va algoritmlar asosida tahlil qilingan tuproq hosil omillarining tuproq unumdorligi xususiyatlari taqdirni to'plagan. Gaz texnologiyalari asosida relief omili, balandlik, qiyalik, ekspozitsiya taqdiri tuproq unumdorligi miqdori bo'yicha bo'lishdan dengiz sathidan balandliklarning ortib hisobiy gumuz to'planishi oshganligi aniqlangan. Gaz texnologiyalaridan foydalanib, algoritmlar asosida o'simlik qoplari ta'sirida tuproq unumdorligi xususiyatlari yaxshi bo'lishi va iqlim omillari tuproq yig'ilishi va gumuz parchalar jarayonlarini bevosita tahlil qilish asoslangan. Turli tuproq hosil qiluvchi omillar ta'sirida Zon va Arnasoy tumanlari sug'oriladigan tuproqlarda hodisalarning o'zaro gaz asosida farqlanishi texnologiya foydalangan holda isbotlangan va oxirida gaz ma'lumotlar bazasida tuproq hosil qiluvchi omillar va tuproq unumdorligi o'zaro bog'liqligi isbotlangan. Tadqiqotning amaliyotga keladigan bo'lsak, gaz texnologiyalari yordamida Zomin tumanidagi massivi hamda Arnasoy tumani Qozog'iston markazlarida birga umumiy manfaatlar sifatli tuproq hosil qiluvchi omillar relief, iqlim o'simlik qoplama xonasida xaritalar tuzilgan. Tuproq hosil qiluvchi omillarning tuproq hosil xususiyatlarini ta'siriga axborot tizimi yordamida tahlil qilish algoritmlari ishlab chiqilgan. Zomin tumanlariga massiv bir yo'l o'tkazdik. Arnasoy tumani Qozog'iston massivida Anvar hamkor biznes texnika xo'jaligi birga 5 ming miqyosli tuproq hosil elementlar ta'minlangan xaritaga bilan ishlab chiqilgan. Tadqiqot obyektiga keladigan bo'lsak, tadqiqot obyektini Jizzax viloyati Zomin tumani Taylagiya massivida sug'orilgan tipik bo'zboqarlari, Arnasoy tumani Qozog'iston massivi yangi sug'oriladigan bo'zboq tuproqlarni tanlab olganmiz. Zomin tumanlariga massiv sug'orilgan tipik bo'zboqarlarni mexanik tarkibiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, tadqiqot olib borilgan hududimizda 3-12-16-20 asosan tuproqlar o'sha o'rta qumloqli tuproqlar, ba'zi qatlamlar, o'rta qatlamda yengil qumloqli tuproqlar uchrashi namoyon bo'ldi. Bu yirik qum zarralari, chang, mayda chang zarralari bo'yicha ma'lumotlar to'liq aks etgan. Xuddi shu tartibda Arnasoy tumani Qozog'iston shahrida bu tuproqlarni mexanik tarkibiga to'xtaladigan bo'lsak, bu tuproqlar asosan hududda asosan yengil tuproqlar, katta hissa qo'shish mexanik tarkib bo'yicha asosan yengil va o'rta qumloqli tuproqlar va qumli tuproqlar uchrashi namoyon bo'ldi. Demak, bu turda o'sha asosan boyaga aytib o'tgan mexanik tarkib bo'yicha texnologiya asosida hududda o'sha tarqalgan yengil qumloqlar qilgan va o'rta qumloqlar qilgan tuproqlarni xaritalar ishlab chiqamiz. Bir umumiy miqyosda. Religiya markazida sug'orilgan kurslar gumuz bilan olti elementlar ta'minlangan xarita jadvaliga o'qiladigan bo'lsak, bunda asosan oldida gumuz miqdori yuqori qatlamdan 1,2% yuqori qatlamdan pastki qatlamlar asosida qonuniy asosda kamayganligi kuzatildi. Harakatchan fosfor va kaliy keladigan bo'lsak, ta'minlanganlik darajasiga ko'ra juda kam o'rtacha ta'minlangan guruhiga mansub bo'lgan tuproqlarda uchrashi aniqlandi. Ushbu guruhda xuddi shu tartibda Arnasoy tumani Qozog'iston markazida sug'oriladigan bo'zboq tuproqlarda gumuz miqdori biroz kamayib, 4,9%ni qonuniy asosda pastga tomon kamayib 0,301% tashkil etganini ham ko'rishimiz mumkin. Harakatchan moddalar bo'yicha o'sha fosfor kaliy miqdoriga ko'ra, harakatchan miqdoriga ko'ra juda kam ta'minlangan guruhga mansub tuproqlar tashkil etgani aniqlandi. Gaz texnologiya asosida sug'oriladigan tipik bo'z va sug'oriladigan bo'zboq tuproqlarni o'sha fosfor har gumuz harakatchan fosfor almashinuv kamligida ta'minlangan darajasi bo'yicha ikkala hududimizda xaritalar keltirilgan. Demak, yuqori qismida Laylagiya massivida bir umumiy miqyosli gumuz, fosfor, kaliy bilan ta'minlangan xaritalar tuzilgan bo'ldi. Pastki qismida Qozog'iston massivida sug'oriladigan bo'zboq tuproqlarda xuddi shu tartibda gumuz, fosfor, kaliy oldi tomondan ta'minlangan xaritalar ishlab chiqilgan.
Zomin ko'lagi massivida to'g'rilangan tibbiyot islohlari sho'rlanish tuzoqlar erishuvchi tuzlar miqdori asosan hudud sho'rlanmagan tuproqlar hissasiga to'g'ri kelishi aniqlandi. Asosan ba'zi qism joylarda sut sho'rlanishga moyil bo'lgan tuproqlar uchrashi doim bo'ldi. Xuddi shu tartibda Qozog'iston markaziga yuzlanadigan bo'lsa, Qozog'iston markazida asosan hududda sut sho'rlangan tuproqlar hissasiga to'g'ri keladi. Maydon jihatdan ko'proq qismni tashkil etdi. Xuddi shu tartibda zo'rlangan tibbiy bo'z va bo'z o'rtoq tuproqlarni sho'rlanishga doir umumiy miqyosli texnologik asosda xaritalar ishlab chiqamiz. O'sha tayanch yo'li taqozo bo'lgan hududlarda diagrammasiga yuzlanadigan bo'lsak, zo'rlangan tibbiy bo'z tuproqlar asosan sho'rlanmagan maydonlar 64% tashkil etgan bo'lsa, sut sho'rlangan maydonlar 36% tashkil etgan. Sug'oriladigan tibbiy bo'z o'rtoq tuproqlarda sho'rlanmagan maydonlar 20%ni, sut sho'rlangan maydonlar 64%ni, o'rta sho'rlangan maydonlar 16% tashkil etganini aniqlamiz. Tayanch hududi sug'oriladigan tuproqlarni holati ma'lumotlar bazasi ishlab chiqamiz. Bu aslida o'zi Aqto'y va Zomin tumanida sug'oriladigan tuproqlarning holati ma'lumotlar bazasi O'zbekiston Respublikasi Internet agentligi tomonidan 2024-yilda guvohnoma olganmiz bu bo'yicha. Ushbu ma'lumotlar bazasida asosan hududga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar, ya'ni o'sha tezkor usulda aniqlash, foydalanish uchun unga tadqiqot olib borgan hududdagi olingan natijalar, parametrlar doimiy kiritib borgan nazoratga borish. Bundan tashqari sug'orilgan tibbiy tuproqlar bo'yicha bu algoritmlar, gaz texnologiyalardan algoritmlar ishlab chiqamiz. Bu algoritmlarda o'sha balandlikka nisbatan olingan algoritmda o'sha ketma-ketligi ifodalangan, ya'ni balandlik ko'rsatkichi, undan keyin birlashtirish, tadqiqot olib borgan hudud maydonlarida olingan natijalarni birlashtirish orqali oxirida jarayon natijasida o'sha hududni maydonni aniqlash, chiqarib berish ma'lumotlari keltirilgan. Sug'oriladigan bo'z va sug'oriladigan bo'z o'rtoq tuproqlarni o'sha dengiz sathidan balandlikka nisbatan ajratib olganmiz. Gaz texnologiya asosida tadqiqot olib borgan tibbiy bo'z tuproqlar asosan dengiz sathidan 480-530 uchta balandlikda asosan chegaralari, hududlari aniqlab ko'rsatilgan. Aqto'y tumani Qozog'iston markazida esa bu hududda dengiz sathidan ikkita balandlik ko'rsatishda asosan aniqlangan. Demak, o'sha dengiz sathidan balandlik o'sha balandlik bo'yicha har bir tadqiqot olib borgan hududda gumuz, kaliy, olti elementlar miqdori har bir balandlik ostida necha foiz umumiy miqdor tashkil etishi alohida o'rganib shu jadvalda keltirilgan. Har bir balandlikka taalluqli bo'lgan xususiyatlari ushbu jadvalda o'z ifodasini topgan. Qozog'iston markazida ham xuddi shunday. Demak, bu uchta balandlikda o'rgangan bo'lsak, Zomin tumani Qozog'iston markazida asosan ikkita balandlik ostida o'rganganmiz. O'sha ikkita balandlik ostida tuproq xususiyatlariga taalluqli bo'lgan tuproqda gumuz va oziq element ta'minlanganlik umumiy foizlari gektar hisobida ishlab chiqilgan. Diagrammasiga yuzlangan bo'lsak, xuddi o'sha boyagi jadvalimizda diagrammalari, ya'ni taqqoslash uchun shu balandlikka nisbatan necha foiz tashkil etganliklari keltirilgan. Bundan tashqari o'sha Zomin tumanidagi va Qozog'iston markazlarini ikkalasini qiyinlik darajasi bo'yicha 3 ta qiyinlik darajasi bo'yicha 3 ta qiyinlik darajasini maydonlari, gektarlari, chegaralari, kit kartalari jarayoni ushbu kartalarga keltirilgan. Xuddi o'sha boyagi karta ishlab chiqilgan gaz texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan xaritalarda har bittasini chegaralari, har bir chegarasi ostida qiyinlik ostida boshqa elementlar qay darajada ta'minlanganligi va gektar hisobida chiqarilgan. Xuddi shu jadval Qozog'iston markazida, Zomin tumani Qozog'iston markazida har birini alohida jadval asosida keltirib o'tganmiz. Bu solishtirish natijasida o'sha har bir qiyinlik ostida necha foizni tashkil etgan oltita elementlar diagrammasi ta'minlangan. Shu harakatchan fosfor, kaliy harakatchi gumuz fosfor bilan ta'minlanganlik qolish bo'yicha. Bu xaritaga yuzlangan bo'lsak, asosan bizda hudud tadqiqot olib borgan ikkita hududimizda umumiy maydondan kelib chiqqan holda ekspozitsiya xaritalar ishlab chiqamiz. Bunda shimoldan sharqqa bo'lgan maydonimizda umumiy hisobda necha gektar tashkil etishi, 90 gradusdan 180 shimoldan janubga qarab ekspozitsiya bo'yicha chegaralari, gektarlari har biri alohida chiqilgan. Xuddi o'sha ekspozitsiyani jadvalga yuzlanadigan bo'lsak, bunda 90 gradus maydonlar necha foiz tashkil etishi va undagi oziq moddalar 180 gradus, 270 ta 360 gradusda necha foiz tashkil etgan bu maydonlar hisobga chiqarilgan.
Qozog'iston masjidida ham xuddi shu tarzda 90, 180, 270, 160 gradusda umumiy o'sha tuproqda humus miqdori o'sib, haligidan qay darajada ta'minlangan va ular gektar hisobi necha foiz ulush tashkil etishi aniqlangan. Bunda bu diagrammamizda o'sha asli ekspozisiya jihati bo'yicha tuproqlar xususiyatlarini o'zgarish dinamikasi yana bir-biridan solishtirilgan. 90 gradusda 180, 270, 160 gradus. Sug'uriladigan ko'z va buzilgan tuproqlarni o'sha geotexnologiya asosida individual ko'rsatkichlar, ya'ni o'simliklar qoplamini ko'rsatishga xaritasini ishlab chiqamiz. Bunda ikkita hududni tanlab olingan tadqiqot obyektlarida o'sha regiondan Qozog'iston massivlarida qay darajada ta'minlanganligi o'simliklar qoplamini ko'rsatish bayon etilgan. Xuddi o'sha o'simliklar qoplami xaritalari ostida mavjud bo'lgan ozuqa elementlar miqdorlarini foiz ko'rsatishlar gektar hisobida ishlab chiqilgan. Diagrammaga ko'rganimizda, demak, diagrammamizda o'simliklar qoplamini ko'rsatish bo'yicha Qozog'iston va Armaniston Zomin tuman massivlaridagi diagramma asosida har bir o'simlik qoplami ostida qancha mavjud bo'lgan ozuqa elementlar miqdori bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Demak, sug'uriladigan hudud ko'rsatkichlar geotexnologiya asosida hududda yog'ingarchilik miqdori bo'yicha xarita ishlab chiqamiz. Bunda o'rtacha yog'ingarchilik miqdori 262 mm, 270 mm tanib olingan. Hududda asosiy yog'ingarchilik bu kuzatiladigan yuqori kuzatiladigan va o'rtacha kuzatilgan majmualar hisobga olganmiz. Havo harorati bo'yicha 10 tomon esa havo harorati 19 gradus tashkil etgan umumiy maydonga nisbatan ishlab chiqilgan. Xuddi yog'ingarchilik natijasida o'sha qancha ozuqa elementlar bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan, bu o'zgarlik ma'lumotlar bo'yicha. Bu esa sug'uriladigan hududlar Arnasoy hududida yog'ingarchilik va iqlim harorati bo'yicha xaritalar ishlab chiqilgan. Bunda tadqiqot olib borgan hududimizda yog'ingarchilik miqdori o'sha 170 dan 200 mm tashkil etganligi va bu yoqda esa havo harorati 16 gradus tashkil etishi bo'yicha ma'lumot keltirilgan ushbu xaritalarda. Ushbu xaritalar ushbu diagrammada to'g'rilangan tibbiy ko'z va buzilgan tuproqlar diagrammasi, ya'ni o'sha hududda iqlim ta'sirida va yog'ingarchilik miqdori ostida boshqa moddalarni dinamikasi ma'lumotlari keltirilgan. Zomin tumanidagi o'tkirdik hamda Arnasoy tumani Qozog'iston massivi Anvar hamkor biznes termiy xo'jalik birga besh miqyosli xaritalar ishlab chiqilgan, ya'ni bu ta'minlangan darajalar xaritalar ishlab chiqilgan. Xulosaga keladigan bo'lsak, Buni deb o'ylaysizlar, avtoritariyatimizni xulosa turib xabarga tarqatilgan. Zarurat yo'qmi? Xulosa o'qishi qanaqa taklif bor? Tavsiyalar yo'q. demak, tasavvurga tuproq hosil bo'lgan kamchilikka omillar geotexnologiyalardan baholash bo'yicha zamonaviy geopolitik texnologiya foydalangan holda Zomin tumanidagi fanlarni birga umumiy miqdor tuproq hosil o'lchovlari, elektron o'sirilgan qoplam borachi xaritalar ishlab chiqilgan va Laylagiyo massivi 1.4 gektar hamda Qozog'iston massivi 195 gektarga maydonlarda amalga joriy etilgan. Mazkur kartografik massivlar sug'uriladigan tibbiy ko'z va buzilgan tuproqlar qoplamini muhofaza qilish, agrotexnik tadbirlar ishlab chiqish orqali yer resurslarini oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va tiklashga foydalanish uchun tavsiya qilingan. Tavsiya etiladi. Zomin tumanidagi massivi Qozog'istonda hamda Arnasoy hamkor termiy xo'jaliklarining birga 5 ming miqyosli tuproq ozuqa elementlari ta'minlanganligi xaritalari tuzilgan va termiy xo'jaliklar amalga qo'yilgan. Maxfiy kartografik materiallar termiy xo'jalikdan tuproqqa organik va mineral moddalarni qo'llash, qarashtirilgan holda qo'llash hamda sho'ri yuvish tadbirlarini o'tkazish orqali tuproqda o'sha ozuqa ozuqalarni ma'qul me'yor muddatlarda qo'llash tavsiya etilgan. Rahmat. E'tiborimiz uchun rahmat. Marhamat. Kim savol bermoqchi? Mitingga savollardan. Marhamat. Akademik Sattarov, To'raqul Sattarov. Hamma yasharda kim yashayotgan bo'lsa yaxshi. Ertaga yeyishga ovqatim bo'ladi.
Problem var. Bu olmasın. Yer şehrinde yuvarlanması bilen bağlı kalmıştı. Kaç zaman gördüm? Yamanlaşma yaptım mı? Yakınlıktan gidip yaşlandım. Bir de faktörler bize koptu. Tabii faktörler var. Yaşlandım. Denizde kop. Tüm faktörler. İnsanlar arasında. Hazır bana güzel davrandı. Nasıl? Başlar. Yansıtma alazalar. Ne böylesin? Bazı insanlar arasında faktörler küçülük yaptım. Bırakı kaysını geçecek. Peki tabii faktörler uzaklaşına avantajlı. Dertlerine mi böyle? Valla, Afganistan'da. Ama valla koymaz. Hamasya. Ve şu işe milyon yıllardan beri akıllı bak. Bunun gibi daha yangi teknik, yangi kanuniyatlar, yangi kendiler ve toplar. Ondan sonra şu yangi paylaşımlayan yönelişler onu özgür hareketlerle tasnifini yaptı mı? Lakin burası da bu hakkında yazılgan narsalarni o'zgartiryapti. Ruxsatnoma juda gapingiz to'g'ri. Bu liniya masalasini ko'rishimiz kerak. Bu hozir himoya butun e'lon ketyapti. Butun O'zbekiston ilmiy jamiyati ko'rayotgan narsa. Shuning uchun bu gaplaringiz juda o'rinli. Iltimos savol bersangiz, bu savolga javob bersin. Shu yo'nalishda men yosh bilmamlarni fikrini bilmoz. Shunday fikrlar sizga O'zingiz fikringizni ayting. Tadqiqotlarimizda demak tuproq hosil bo'lish jarayonlariga ta'sir etgan omillar, asosiy omillar deb o'tamiz. Asosan ona jin, relief, iqlim, o'simliklar qoplami bo'yicha o'sha tadqiqot olib borgan hududimizda tuproq hosil bo'lish jarayoniga qay darajada ta'sir etayotganligi yaxshi bahsini qilib olganmiz. Shu bo'yicha ishlar olib borilganmiz. Ushbu jarayonda asosan tadqiqot hududi Zomin tumani Layloko'l massivi hamda tadqiqot ikkinchi hududimiz Arnasoy tumani Qozog'iston massivida o'sha tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, bu ko'rsatkichlar bo'yicha, ya'ni o'sha ona jinsiga yuzlanadigan bo'lsak, demak ona jinsi Zomin tumanida troliver yolqiziqlar ustida hosil bo'lgan bo'lsa, Arnasoy tumanida esa bu yo'lsimon yolqizlar ustida hosil bo'lgan. Tuproqlar tashkil topgan. Asosan iqlim ko'rsatkichlari, yuqorilik darajasi, o'simliklar qoplamining ko'rsatkichi, relyefi bo'yicha asosan Zomin tumanida ustunlik qilishi, ya'ni bu ko'rsatkichlar bo'yicha dominantlik qilishi aniqlangan. Rahmat domla, keyingi savol. Rahmat sizga. Marhamat. Mayli, qo'llarni olib ko'tardingiz. Professor Hikmat, marhamat. Mana shu mavzuni o'zi ham axborot texnologiyalari deb nomlanyapti-da. Mavzuni boshidan oxirigacha juda ham ko'p sloylar yaratilibdi-da. Ya'ni xaritalar, axborot tizimida xaritalar. Ona jins bo'yicha xarita, balandlik bo'yicha xarita, qiyalik bo'yicha xarita, sho'rlanish bo'yicha humus, fosfor, kaliy, hammasi xaritada, sloy. Shu GAR texnologiyalari deganda qaysi dastur nazarda tutilyapti? Argismi yoki o'zingiz ishlab chiqqan algoritm asosidagi yangi dastur aytyapsizmi? Savol uchun albatta. Argis dasturidan foydalangan holda amalga oshirilgan. Ha, shu Argis bo'yicha. Men sababi tushunmadim. Boshidan bu o'zini algoritmi bo'yicha ishlab chiqqani bo'yicha xaritam ekan deb o'yladim-da. Chunki u boshqa narsa, siz boshqa narsa ekan.
Keyin prezentatsiyada ko'rsatdingiz 1,3 gradus qiyalikda ozuqa moddalar juda ko'p to'planganini ko'rdimda. U pastda naborot 0,1 gradus qiyalikda ko'proq to'planish kerak emasmidi? Qiyalik bo'yicha xarita qilganingizda. Demak, o'sha ba'zi kuzatilgan joyda, demak, qiyalik bo'yicha oladigan bo'lsak, ba'zi hududlarda qiyalik yuqori bo'lgan joyda oziqa moddalar miqdori, humus, harakatchan fosfor, kayli kamaygan, o'sha oziqa moddalar kamaygan. Sababi yog'och miqdori, misol uchun, relief jihatdan kamayganligi kuzatildi. Ba'zi pastki joylarga kelganda o'sha to'planish natijasida ba'zi joylarda bu qismi ko'tarilganligi aniqlandi. Ya'ni shu oziqa moddalar ba'zi joylarda yuqori bo'lib ketgan holatlari ham aniqlandi. O'sha qonuniyat bo'yicha o'zi pastga yig'ilib to'plangan joyda ozuqa ko'proq bo'ladi. Sizda boshqacharoq chiqqan, lekin uni siz tuproq kesmasiga tushirib aniqlab olgansiz. Demak, sizda shunaqa chiqqan. Keyin aniga o'simliklar qoplama xaritasini ham qilib juda zo'r. Bu qanaqa usulda aniqlangan? Transsekt usulida qilinganmi yoki o'zingiz qaysi metod bilan qilgansiz uni? O'sha GIS texnologiya asosida Sentinel 12 dasturida bu bir oyda 3 marta Sentinelda, Sentinel 2 da demak bir oyda 3 marta uchradi. Ya'ni aniqlik darajasi 10 metr balandlikdan olingan. Qabul qilingan o'sha gradatsiya bo'yicha -1 dan +1 gacha bo'lgan gradatsiyasi qabul qilingan. Joqni qabul qilingan gradatsiyasi bo'yicha. Ya'ni minuslar bular asosan qor, yomg'ir, qumlar bo'ladigan bo'lsa, bundagi ko'rsatkichlar, ya'ni plus o'tganligi uchun endi 10 metrlik balandlikda aniq asos bo'ldi. Aniqligi Sentinel 2 balandligi. ya'ni o'ttirgan qoplanish holatini o'sha Sentinel 2 dagi gradatsiyasi bo'yicha olgansiz. Qalin, qalin emas, o'rta degani o'sha Sentinel metodikasi bo'yicha. U boshqa ekan demak. Sizniki Sentinel 2 bo'yicha olgansiz. Mana shu sloylarni yaratgansiz. Juda ko'p ish qilinganda, sloylar ustma-ust sloylarni qo'yadigan bo'lsa, nima natija chiqdi? Mana shu qiyalik, sho'rlanish, fosfor, kaliy, humus, ekspozitsiya, ona jins, balandlik, hamma xaritalar bor, hamma sloylar. Ya'ni tuproq unumdorligiga, tuproqni hosil bo'lishiga ta'sir qiladigan hamma omillarni olibsiz. Shularni hammasini bir-biriga ustma-ust qo'yganingizda nima natija chiqdi? Asosiy natija ustoz bu yoqda o'sha biz dangarligiga qaradik. O'sha misol uchun oladigan bo'lsak, bitta o'simlik qoplamini oladigan bo'lsak, qiyalikka solishtiriladigan bo'lsa, ba'zi hududlarda ekspozitsiyaga oladigan bo'lsak, o'simlik qoplamini ekspozitsiyasiga demak, quyosh, ya'ni shimoldan sharqqa aytib o'tganimdek, ya'ni o'sha joyda kamroq qiyalik darajasi qancha quyosh tushishi oddiyda aytgan bo'lsak, kam bo'lgan joyda o'simlik qoplami sezilarli pasayganini kuzatdik. Demak, har xil joyda har xil ekanda, domiнирующий faktlar, misol uchun namlik qayerdadir katta rol o'ynaydi, qayerdadir o'simlik qoplami katta rol o'ynaydi. Shunaqa holatlar demak har xil chiqdi-da, domiнирующий omillar. Qozog'iston massivligi yuzlanadigan bo'lsak, Qozog'iston massivida havo haroratining yuqoriligi, namlikning kamligi evaziga ba'zi hududlar o'simlik qoplami birdan tushib ketgan. Ya'ni o'sha doimiy ravishda kuzatish natijasida o'simlik qoplami ko'rsatkichi Zomin tumaniga nisbatan ancha pasayganini kuzatildi. Demak,